حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Soqolning uzunligiga taalluqli bo'lgan masalaga to'xtalsangiz, atrofimizda har xil uzunlikda soqol qo'yganlarni uchratamiz. Shu sabab meni aynan qanday uzunlikda qo'yishim kerakligi ikkilantiradi. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tutgan yo'llarini aytsangiz. Soqolning uzunligiga kelsak, ulamolarning bu boradagi fikrlari turlichadir. Ya'ni soqolning uzunligi bo'yicha ikki xil ijtihod mavjud. Birinchi guruh ulamolar Sahihul Buxoriyda qayd qilingan 7-bo'lib Kiyimlar kitobining 5892-sonli hadisidagi Nabiy sollallohu alayhi vasallamning mushriklarga xilof qilinglar, soqollarni to'liq qo'yinglar, mo'ylablarni qiringlar degan hadislariga binoan soqolni o'stiringlar deyilmoqdami? Demak, soqolni o'stiringlar va salom deyishadi. Kiyimlar kitobining 5893-hadisida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mo'ylabni yaxshilab qisqartiringlar, soqolni esa o'stiringlar dedilar. Birinchi guruh ulamolar soqolni tek qo'yish va tegmaslik kerak deb ta'kidlaydilar. Demak, tekslamasdan, qisqartirmasdan tabiiy holini qoldirish kerak deyishgan. Ammo izlab ko'rsangiz, hech qaysi bir hadisda payg'ambarimiz alayhissalom soqollarining uzunligi haqida gapirilmagan. Hech qaysi sahih hadisda bu masala qayd qilinmagan. Shunga ko'ra ulamolarimiz agar bir kishi soqolni o'stiring desa, biz buni soqolni qisqartirmang deb tushunamiz. Qancha bo'lsa shuncha o'stirish kerak. Agar kimdir soqolni qirsa, bu harom ish. Agar kimdir soqolini kesib, bir tutam uzunligida qoldirsa, ba'zi ulamolar buni makruh deyishgan. Shunday qilib, birinchi guruh ulamolar soqollarni to'liq qo'yish, ularga tig' tekkizmaslik ila bo'ladi deydilar. Boshqa bir guruh ulamolar esa soqolning uzunligi bir tutam uzunligida bo'lishi kerak deb aytishadi. Yuqorida eslatib o'tganimizdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam soqollarining uzunligi qayd etilgan sahih hadis yo'q. Ammo zaif bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning soqollari ko'kraklariga tushib turgan edi deyilgan. Sahihul Muslim to'plamining 4-bo'lim 5789-hadisida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalomning qalin soqollari bo'lgani haqida aytganlar. Ko'pgina sahih hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning soqollari qalin bo'lganligi aytilgan, ammo u yerda uzunligi qayd qilinmagan. Bir guruh ulamolar soqolning uzunligi haqida gapirilmagan ekan, demak biz e'tiborimizni sahobalar soqollarini qay tarzda o'stirganliklariga qaratishimiz lozim deyishgan. Chunki hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam albatta sahobalarim yo'lchi yulduz kabidirlar, bas ularning qaysi biriga ergashsangiz ham hidoyat yo'lini topasiz deganlar. Agar biz sahobalarga qarasak, soqollarning uzunligi bir tutam bo'lganligi haqida o'nlab bir qator sahih hadislarni topamiz. Demak, soqolning qolgan qismini kesishar edi. Ibn Umar radhiyallohu anhu, Ibn Abbos radhiyallohu anhu va Abu Hurayra radhiyallohu anhular ham shular jumlasidan. Ularning bari payg'ambarimiz alayhissalomga yaqin kishilar bo'lib, ular soqollarini kaltalatishardi. Hattoki ushbu hadislarni yetkazgan roviylardan Ibn Umar radhiyallohu anhuning hadisi Sahihul Buxoriy to'plamining 7-bo'lim Kiyimlar kitobi 5892-hadisda keladi. Ibn Umar radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. Mushriklarga xilof qilinglar, soqolni o'stiringlar, mo'ylabni qiringlar. Va xuddi shu hadisning davomida Ibn Umar radhiyallohu anhu haj yoki umra qilsa, soqolini tutamlab turib, ortganini olib tashlar edi deyiladi. Ko'rib turganingizdek, mazkur hadisni rivoyat qilayotgan sahobalar o'sha Ibn Umar, Ibn Abbos, Abu Hurayra radhiyallohu anhulardir. Qaysiki payg'ambarimiz alayhissalom sunnatlarining sodiq izdoshlari. Ular o'zlari ushbu hadisni rivoyat qilganlar. Modomiki mazkur sahobalar soqolni o'stirish va mo'ylabni qisqartirish haqidagi hadisni o'zlari rivoyat qilgan ekanlar, demakki payg'ambar alayhissalom nimani nazarda tutayotganlarini yaxshi tushunganlar. Agar biz soqolni o'stirish kerakligini ta'kidlagan birinchi guruh ulamolarning fikrini oladigan bo'lsak, unda soqolni qanday o'stirish kerak degan savol tug'iladi. Javob: payg'ambarimiz alayhissalom o'stirganlaridek o'stirishdir. Ammo bu borada biron bir sahih hadis bo'lmasa, demak sahobalarning tutgan yo'liga qarash kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ba'zi bir ulamolarimiz soqol uchun mandub uzunlik bu bir tutam miqdordagi uzunlikdir deganlar. Biz bir masalaning yechimini payg'ambarimiz alayhissalomdan to'g'ridan-to'g'ri topa olsak, bu albatta yaxshi. Agar topa olmasak, sahobalarning hayot tarzlariga murojaat qilamiz. Ular bu borada nima deyishgan, qanday yo'l tutishgan? Barchamiz sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishgan degan yakdil fikrdamiz. Na payg'ambarimizdan, na sahobalardan soqolni qirganliklari borasida rivoyat qilingan hadis topa olmaysiz.
Ammo o'nlab hadislarda sahobalar soqollarini bir tutam uzunlikda kaltalatishganligi haqida aytiladi. Agar biz falon sahoba soqolini kaltalatmagan degan bitta bo'lsa ham hadis topsak, bu ham u ham ehtimol to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin sahobalar soqollarini kaltalatmagan degan hadis yo'q. O'nlab hadislarda esa sahobalar soqollarini bir tutam uzunlikda kaltalatishgan deyiladi. Jumhur ulamolarning fikriga ko'ra, soqolni har odamning o'z tutamidan bir tutam bo'lishi sunnatdir. Undan ortig'i qisqartiriladi deydilar. Ulamolarimiz soqolni haddan tashqari uzaytirib yuborish sunnatga xilofdir deganlar. Men ham ushbu ijtihodga ergashaman. Sababi bizda sahobalar hayotidan yetarlicha dalil bor. Sahobalardan keyingilar ham soqollarini bir tutam uzunligida kaltalatishgan. Bunga ko'pgina salaf solihlar soqollarini bir tutam uzunligida o'stirishgani misol bo'la oladi. Masalan, Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Ibn Hanbal rahimahullohlar soqollarini bir tutam uzunligida kaltalatishgan. Mana shu tarzda qolgan qismini qirib tashlashgan. Bu ijtihod ikkinchi guruh ulamolariga tegishlidir. Men shaxsan ushbu ulamolar ijtihodiga ergashaman, ya'ni soqolni bir tutam uzunlikda qo'yish. Vallohu a'lam. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.